Rossiyada Vladimir Putinga qabr toshi qo'ygan shaxs qo'lga olindi. Diniy qo'mitaning aytishicha, haqoratli so'z ishlatish, yomon munosabatda bo'lishga hech kimning haqqi yo'q. Maktabdagi kamera voqeasi aslida qanday? Yoxud vazirlik Qalampir.uzning og'ziga qopqoq tiramoqchi. Shavkat Mirziyoyev Navoiyga jo'nab ketdi. Samarqandda yemakxonalarga yaroqsiz go'sht tarqatilgani aniqlandi. Andijondagi bo'yoq zavodida yong'in yuz berdi. Damas va MAN mashinalari yonib ketdi. Zinedin Zidan: Real Madridni munosib joyga qaytarish uchun yana keldim. Konor Makgregor axloqiy buzuqlik bilan ayblanib hibsga olindi. Endi esa shu xabarlar haqida batafsil ma'lumot beramiz. Bir necha kundirki ijtimoiy tarmoqlarda ayrim diniy masalalar muhokamasi yana avjiga chiqqan. O'zbekiston Respublikasi Prezident administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori o'rinbosari lavozimiga tayinlangan Nargiza Rahimovaning ijtimoiy tarmoqlarda diniy mavzudagi yozishmalari keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Oradan ko'p o'tmay kecha 11-mart kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita rasmiy munosabat bilan chiqdi. Unda shunday deyiladi: Internet, ijtimoiy tarmoqlar biz yashayotgan asrni olamshumul va tasavvurga sig'maydigan qiyofada namoyon etmoqda. Bugunga kelib bir insonning qarashlari jamiyatning boshqa a'zolariga va hattoki butun jamiyatga ta'sir etmay qolmayapti. Avvalo shuni qayd etish lozimki, O'zbekiston fuqarosi konstitutsiya va qonunlarga rioya etishi, boshqa kishilarning huquqlari, erkinliklari, sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilishga majburdir. Diniy ta'limot o'ta nozik va hassos bo'lgani tufayli muayyan din nomidan va uning mohiyati haqida faqatgina mutaxassislar munosabat bildirishlari maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Yurtimiz hududida diniy manbalar, qadriyatlar, muqaddas tuyg'ular hurmat qilinishi shart. Ularga nisbatan haqoratli so'z ishlatish, yomon munosabatda bo'lishga hech kimning haqqi yo'q. O'zbekiston Respublikasining Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunda fuqarolarning diniy e'tiqodi bilan bog'liq his-tuyg'ularni haqoratlash, diniy qadriyatlarni oyoq osti qilish qonunda belgilangan javobgarlikni keltirib chiqarishi keltirib o'tilgan. Mazkur rasmiy munosabatda aniq bir voqelik haqida so'z bormagan. Unda Nargiza Rahimova nomi ham tilga olinmagan. Shunday bo'lsa-da, diniy qo'mitaning munosabati o'tgan haftaning oxirida odamlar orasida keng muhokamalarni keltirib chiqargan mavzuga qaratilganini payqash qiyin emas, deyiladi Qalampir.uzning Telegramdagi kanalida e'lon qilingan maqolada. Samarqand viloyati Oqdaryo tumanidagi umumiy ovqatlanish shoxobchalariga iste'molga yaroqsiz parranda go'shti tarqatilgani ma'lum bo'ldi. Zarafshon gazetasining yozishicha, mazkur parranda go'shtlarini Oqdaryo tumanidagi Ulug'bek mahallasida yashovchi Umar Ortiqov Urgut tumanidan olib kelgan. Ma'lum bo'lishicha, u parranda go'shtini yetkazib berish faoliyati bilan doimiy shug'ullangan bo'lsa-da, tadbirkorlik faoliyatini rasmiylashtirmagan. Joriy yilning 22-fevral kuni u Loyish shahridagi Sharq kafesiga bir necha qutida tovuq go'shti olib keladi. Mahsulotning sifatidan shubhalangan kafe xodimlari uni olishdan bosh tortgach, Ortiqov go'shtni shaharchaning O'zbekiston ko'chasida joylashgan boshqa oshxonaga keltiradi. Lekin oshxona bekasi Bahora Abduhamidova tovuq go'shtini ko'rib, iste'molga yaroqsizligini ko'radi. Orada kelishmovchilik kelib chiqadi. Natijada Abduhamidova iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari Samarqand viloyat hududiy birlashmasining Oqdaryo tuman jamiyatiga shikoyat arizasi bilan murojaat qiladi. Murojaatga muvofiq parranda go'shti laboratoriya tekshiruvidan o'tkazilganda, unda inson salomatligiga zarar yetkazuvchi 157 turdagi mikrob va bakteriyalar aniqlangan. Tarqatilgan parranda go'shti zudlik bilan tegishli tartibda yo'q qilingan. Fuqaroga tegishli chora ko'rilishi uchun hujjatlar tayyorlanib, huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga yuborilgani haqida xabar qilinmoqda. Realga yangi bosh murabbiy etib tayinlangan Zinedin Zidan klubga qaytgani borasidagi fikrlari bilan bo'lishdi. Bu hamma uchun o'ziga xos kun ekanligini bilaman. Eng muhimi, bu yerga qaytib kelganimdan xursandman. Real Madridni munosib joyga qaytarish uchun ertadan ish boshlayman. Bu katta mas'uliyat. Men jamoaning faqatgina bitta a'zosiman. Men biz erishgan yutuqlarni unutmadim, lekin o'tgan mavsumdagi muvaffaqiyatsizliklarni ham unutganimcha yo'q. Biz La Ligada g'alaba qozona olmadik. Biz Ispaniya kubogini qo'ldan boy berdik. Ha, biz Yevropa Chempionlar Ligasida yutdik. Bu yaxshi. Ammo men qanday klubda ekanligimni yaxshi bilaman. Bizda 11 ta uchrashuv qoldi. Asosiy vazifamiz mavsumni yaxshi yakunlash. Men Realdan ketish kerak bo'lgan vaqtda ketdim. Ha, ketishni unchalik ham istamadim, lekin 2,5 yil ichida deyarli hamma narsaga erishdik. Shu boisdan ham klubga biror tanaffus kerak edi. Menga turli takliflar tushdi, ammo qandaydir klubga borishni emas, balki shu yerga kelishni istadim. So'nggi 9 oyni Madridda o'tkazdim va kuch to'pladim. Endi men bu buyuk jamoa bilan yangi chaqiruvlarga tayyorman, deydi Real Madridning bosh murabbiyi Zinedin Zidan.
Aralash qoidalar jangchisi Konor Makgregorning fanatlaridan biri u bilan birga rasmga tushmoqchi bo'lganida muxlisga nisbatan xatti-harakatlari tufayli hibsga olingan. Miami politsiyasining bergan ma'lumotlariga ko'ra, Konor Makgregor dushanba kuni ertalab AQShning Florida shtatidagi Fontainebleau Miami Beach mehmonxonasidan chiqib ketayotganida uning muxlislaridan biri uyali telefonida aralash qoidalar jangchisi bilan suratga tushmoqchi bo'lgan. Ammo Konor suratga tushishni rad etgan va muxlisning qo'lidagi telefonni tortib olib, yerga tashlagan va bir necha marta tepib, telefonni chilparchin qilgan. Muxlisning aytishicha, telefonning narxi 1000 AQSh dollari bo'lgan. Politsiya Konor Makgregorga nisbatan qurolli tajovuz va axloqiy buzuqlik kabi jinoyatlar bilan ish ochgan. Rossiyaning Naberejniy Chelny shahrida siyosiy faollardan bo'lgan Karim Yamadayev prezident Vladimir Putinning Qo'shtirnoq ichidagi qabr toshini qo'ygan holda hududiy tergov boshqarmasi binosi oldida miting o'tkazganlikda gumonlanib qo'lga olindi. Bu haqda Kommersant xabar berdi. Norozilik aksiyasi 10-mart kuni o'tkazilgan. Shu kuni Rossiyaning turli shaharlarida internet erkinligini talab qilib mitinglar o'tkazilgan. Taxminan soat 8:30 da tergov boshqarmasi binosi oldida metal panjara va Rossiya prezidenti Vladimir Putinning tug'ilgan va Qo'shtirnoq ichida vafot etgan yillari, ya'ni 1952-2019 yillar yozilgan qabr tosh qo'yilgan. Xabarda aytilishicha, ishtirokchilar bunga Putin erkin internetni dafn qildi. Naberejniy Chelny aholisi Putinni dafn qildi deb izoh bergan. Karim Yamadayev 10-mart kuni qo'lga olinib, Naberejniy Chelny markaziy militsiyasi bo'limiga olib ketilgan. Qalampir.uz tahririyatiga bir necha kun avval Toshkent shahri Yunusobod tumanidagi 5-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining jismoniy tarbiya kiyim almashtirish xonasida kuzatuv kameralari o'rnatilgani haqida xabar va video yetib kelgandi. Biroq bayram vaqti bo'lgani uchun bu murojaatni o'rganish imkoni bo'lmadi. 11-mart kuni tushga yaqin bu masala yuzasidan Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati bilan bog'landik, deyiladi Qalampir.uzning Telegramdagi kanalida. Matbuot xizmati ushbu holatga oydinlik kiritishini va bu voqeadan xabari borligini aytdi. Oradan ko'p vaqt o'tmay tushdan keyin Xalq ta'limi vazirligi bu haqda yozib ulgurmasimizdan og'zimizga qopqoq tayyorlab, maktabning jismoniy tarbiya kiyim almashtirish xonasidagi kuzatuv kamerasi olib tashlanganini qahramonlarcha e'lon qildi. Biz aytguncha vazirlikning ko'zi qayerda edi? Xalq ta'limi vazirligi xabarida nazorat huquqiy xizmati 2019-yilning 7-mart kuni mazkur holatni o'rganib chiqishi natijasida 5-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi sport zalining o'g'il va qiz bolalar kiyim almashtirish xonalarida kuzatuv kameralari o'rnatilgani aniqlangani ta'kidlangan. Tekshiruv natijasiga ko'ra, kiyim almashtirish xonalaridagi kameralar demontaj etildi va bu kabi holatlarni oldini olish borasida barcha maktab rahbariyatiga tegishli ko'rsatmalar berildi, deyiladi xabarda. Aslida esa kuzatuv kameralarining olib tashlanishiga ota-onalarning shikoyati sabab bo'lgan. Kamera olib tashlangunga qadar esa bir necha vaqt mobaynida u ishlab turgan va undagi qaydlar hamon saqlanib qolgan. Ota-onalarning ko'pchiligi bunga e'tiroz bildirishiga qaramasdan maktab rahbariyati, ma'muriyati o'zi bilganini qilishda davom etgan. Bizning qo'limizdagi video Sog'liqni saqlash vazirligi yuristi Ruslan Muhammadiyevdan yetib kelgan. Uning qizi Yunusobod tumanidagi 5-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida tahsil oladi. Ahamiyatli jihati shundaki, kuzatuv kamerasi aynan qizlar kiyim almashtirish xonasiga o'rnatilgan. Xalq ta'limi vazirligi bayonotida esa kamera o'g'il va qizlar kiyim almashtirish xonasiga birdek o'rnatilgani aytiladi. Maktablarning kiyim almashtirish xonasida kuzatuv kameralarining o'rnatilishi qonunchilik va bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyaga zid bo'lib, kameralarning olib tashlanishi bilan ishning bosti qilinishi to'g'ri bo'ladimi? Maktab rahbariyati va mas'ullariga tegishli choralar ko'rilsa, bunday holatlar takrorlanmasligi uchun yaxshi namuna bo'lardi. Aytgancha, direktorlar kuzatuv kameralarini o'quvchilarning kiyim almashtirish xonasiga emas, o'z xonasiga o'rnatsa, maqsadga muvofiq bo'lardi, deyiladi Qalampir.uzning Telegramdagi kanalida. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivoji, avvalgi vazifalar ijrosi bilan tanishish, yangi istiqbolli loyihalarni belgilash maqsadida bugun 12-mart kuni Navoiy viloyatiga jo'nab ketdi. Davlat rahbari barcha hududlar kabi Navoiy viloyatiga ham bir necha bor tashrif buyurib, iqtisodiyot tarmoqlarini kengaytirish, aholi farovonligini oshirishga doimiy e'tibor qaratib kelmoqda. 2017 va 2018 yillardagi tashriflar chog'ida belgilangan chora-tadbirlar natijasida viloyatda juda ko'p ishlar amalga oshirildi. Bu safar Nurota va Karmana tumanlari, Navoiy shahridagi yangi korxonalar, ijtimoiy obyektlar, energetika, kimyo va baliqchilik majmualari bilan tanishish rejalashtirilgan.